Biskitim umuman o'xshamaydi, past yoki berch bo'lib qoladi degan qizlarjonlar yaqinroq keling, men sizga biskvit tayyorlashni o'rgataman. Mahsulotlar to'liq grammini yozib qoldiraman. Idishimizga shakar, oliy navli un, men Turon unidan ishlatdim. Jo'xori kraxmali, razrixresel va muzdekkini avvalixdan solamiz. Ketidan muzdekkini suv va tuxum solib, mikser jarayoniga o'tamiz. Men katta mikserdan foydalandim. Siz bemalol ruchnoy, ya'ni qo'l mikseridan foydalansangiz bo'ladi. 5-6 daqiqa past оборотdan sekin-sekin katta оборотga ko'tarib boramiz. Shu holatda oppoqini penka bo'lgungacha ko'pirtirishda davom etamiz. Shu jarayon davomida pechimizni oldindan tepa pastini baravar yoqib qizdirib olamiz. 25 diametr qolipga tagiga folga qo'yib, massamizni solamiz va tepalarini ko'tarib shu holatga keltiramiz. Qizib turgan pechimizda 160-150 gradusda 45-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Qarabsizki, juda ham balandgina va barakali bo'lib chiqqan biskvitimiz tayyor bo'ladi. Hayotgancha biskvitimizni qolipdan yechishimizdan oldin yaxshilab sovutamiz va tepa qismini pichoq yordamida kesib olamiz. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchalaringizni bosib qo'ying va yaqinlaringizga yuborib ulashing. Albatta tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar, bittida o'xshab chiqadi. Inshaalloh aktivlaringizda kutib qolaman. Kanalimizdan uzoqlashmang.